Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, qadrli yurtdoshlar, musofirda yurgan aka-uka, opa-singillar, sog'omon, yaxshi yuribsizlarmi charchamasdan. Bugungi video yana ish temasi bo'ladi. O'tgan kuni ish chiqargandik. Bu ishimiz haligi lestnitsa qiladigan, svarshik kerak, montajnik kerak deb aytilgan edi. Xullas do'stlar, shu ishimizga yana odam yetishmayapti. Kempi svarkani yaxshi biladigan, polavtomat svarkasida bu kempi degani. Keyin haliginday metal konstruksiya ishiga tushunadigan montajnik aka-ukalarimiz bo'lsa, ekranda telefon raqam yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, bemalol ofitsialni ishga oladi dokument bilan. Patent kecha o'tgan safar men aytish esimdan chiqdi do'stlar, patent pulingizni to'lab beradi. Yatog'i besplatniy do'stlar. Kuningizga 5000 rubldan 8000 gacha pul yoziladi. Bu yerda chasavoy ham bor, soatini shu telefonda gaplashamiz dedi, qanchadan to'lanadiganini, keyin сдельныйsi bor u yerda masalan. O'zlarimiz o'zbekistonlik aka-ukalarimiz ikkita brigada bo'lib ishlab yuribdi. Masalan, 6 ta yoki 10 ta bo'lib, yana bir 4 ta, 5 ta brigada kerak, bir 30 ta, 40 ta bola kerak deb murojaat bo'ldi. Yana bugun telefon qilib gaplashdik. Kelib syomka qil dedi. Men doğrusini aytsam do'stlar, boshqa oblastdaman-da men. Bo'lmasa borib syomka qilardim. Suratlarni tashlab berdilar. Videoni ko'rsangizlar, suratlar bor, nima ish qilayotgani. Svarka ishi bor u yerda, keyin montaj ishi bor. Montaj ishi deganda, masalan, sexning ichida uylarning tashqarisiga qo'yadigan naqshli lestnitsa temirdan ishlangan, keyin uyning ichkarisiga ham qo'yadilar. Unday lestnitsalarni naqshli qilib, obshipka qilib, yog'ochdan obshipka qilib, doskadan shularni borib uстановка qilib berasizlar. Bular montaj deb aytiladi. Endi ko'pchilik biladi-ku, ko'pchilik tushunmaydi, shuning uchun aytyapman. Shunday montaj ishiga tushunadigan, keyin uyning yoki katta bir zdaniyaning domlarining oldiga naveslar bo'ladi, masalan, katta yoki kichkina naves. O'shalarni borib uстановка qilib berish kerak. Xullas, yil 12 oy bezatkaz ish bo'ladi, постоянный dedi. Shu kuniga eng kami 5000 rubldan pul yoziladi dedi. Borib ko'ringlar, gaplashib ko'ringlar, adresini aytadi. Adres Vnukovo aeroportining atrofida deb aytdi. Kichkina bir derevnaning yonida dedi. Shu derevnada do'stlar shunday bir katta sex bor. Kimga ma'qul bo'lsa borib ko'ringlar. Yotoq besplatniy shu yerda, ofitsialni ishga oladi. Patent pulingizni qo'lingizga chekni to'lab berar ekan. Mana sizlarga usloviya do'stlar. E'tiborlar uchun katta rahmat. Kanalda yangi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'ldan kelgancha podelitsiya qilinglar. Ko'pchilik aka-ukalarimiz ish izlayapti. Svarka ishini biladigan, montaj ishiga tushunadigan do'stlar. Faqat shu montaj ishini biladigan, svarka ishini biladigan aka-ukalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Postobniklar kerak emas deb aytdi. Buni ham aytib o'tay. Postobnik уже to'ldi dedi. Lekin 7-8 yildan beri ishlab yurgan bolalar bor dedi. Aka-ukalarimiz bor ekan u yerda, zemlyaklar O'zbekistondan deb aytdi. Xullas, shunday ma'lumotlar maksimal darajada podelitsiya qilinglar videoni. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.